Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz vitaminlar haqida. B12 vitamin haqida faktlar. B12 vitamin yoki kobalamin hisoblanib, ushbu vitamin inson uchun eng kerakli va eng muhim bo'lgan vitamin kompleksi hisoblanadi. B12 vitamin yetishmasligi natijasida insonda anemiya, ya'ni kamqonlik hamda toliqish va depressiya kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu vitamin uzoq muddat yetishmasligi natijasida insonda miya hamda markaziy asab tizimida salbiy ta'sir ko'rsata boshlaydi. B12 vitaminini kerakdan ortiq qabul qilinsa, uni hech qanday zararli jihatlari yo'q. Aksincha, jigar o'ziga 1 yillik zaxiralarni yig'ib oladi va kerakli paytda uni sarflaydi. Quyidagi mahsulotlar, ya'ni asosan kundalik mahsulotlarimiz B12 vitaminga boy hisoblanadi. Masalan, mollyuskalar, qo'y jigari, baliq, dengiz qisqichbaqasi, dukkakli o'simliklar, go'sht va sut mahsulotlari, jumladan pishloq hamda tuxum. Ushbu mahsulotlarni tez-tez iste'mol qilib tursangiz, organizmingizda hech qanday o'zgarishlar yuzaga kelmaydi. C vitamini. C vitamini kuchli antioksidant bo'lib, organizmlarni tabiiy himoyasini kuchaytiradi. C vitamini qon bosimini ortishiga qarshi kurashish, surunkali yurak kasalligi bilan tahdid qiladi. Yurak kasalliklari paydo bo'lish xavfini esa kamaytiradi. Xavfli yurak kasalliklari ehtimolini oshiruvchi omillar ko'p. Masalan, yuqori qon bosim va xolesterinning yuqori darajasi. C vitaminini mana shu omillar bilan kurashishda yordam beradi va ularning paydo bo'lish ehtimolini esa kamaytiradi. Bir nechta mahsulotlar tarkibida esa C vitamini bo'lib, ular quyidagilar: pomidor, karam, limon, apelsin, kartoshka, zaytun hamda olma kabi mahsulotlarimizda C vitamini mavjud. Insonda C vitamini yetishmasa, qanday kasalliklar yuzaga keladi? Insonda C vitamini yetishmaganda singa kasalligi yuzaga kelib, unda tishlar mo'rtlashib qoladi, o'z-o'zidan tushadigan bo'lib, milklarda qon aylanishi buziladi, ya'ni milklardan qon keladigan bo'lib qoladi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.